Do'stim to'xtang. Men sizga kam risk bilan uy sharoitida hech qanaqa qo'shimcha jihozlarsiz ko'proq pul topishni o'rgataman. Buning uchun siz menga atiga 10 daqiqa vaqtingizni ajratsangiz, shuni o'zi kifoya. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda inkubator NLF 64 dan 320 modeli haqida batafsil gaplashamiz. Agar siz inkubator sotib olish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz yoki tovuq, o'rdak, bedana tuxumlarini chiqarish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Keling, sizlar bilan birgalikda inkubatorning ishlash xususiyatlarini ko'rib o'tamiz. Inkubatorning asosiy xususiyatlari: NLF 64 dan 320 professional darajadagi avtomatik inkubator. Uning asosiy afzalliklari: sig'imi 64 dan 320 tagacha tuxum joylashishi mumkin. Avtomatik aylanma mexanizmi tuxumlarni muntazam aylantiradi. Bu esa rivojlanish uchun muhim. Qurilmada boshqaruv paneli mavjud. Bu bilan siz bemalol haroratni, namlikni boshqarishingiz mumkin. Inkubatorimizni polni mana hamma narsalarini yig'ishtirib oldik. Hozir sizlarga buni qanaqa ulashni ko'rsataman. Birinchilikda suvni parlantirib beradigan datchigimizni, apparatimizni qo'yamiz. Qo'yib oldik. Keyin ustidan защитный setkasi bor. Bu yerga suv to'ldiriladi. Suv mana bu ko'rgan joylarga suv to'ldiriladi. Tagida. Keyin bu setkasi bor. Himoya setkasini o'rnatamiz. Immindan mana qo'yilgan teshikchalardan uni o'tkazib olinadi. Mana joylashishi. Undan keyin birinchi qator uni mana shtekerlari bor, o'zini ikkinchi qator bilan ulaydigan. Buni xohlaganingiz hozir bu yerda 120 talik ikki qatorli qo'yilgan. Mana ikki qatorli qo'yilgan. Bunda pastda 60 ta, tepada 60 ta bo'ladi. Bunaqa yacheykalar alohida sotiladi. Bunaqa yacheykalarni siz 320 ta tuxum sig'imi ketadigan darajada ko'paytirishingiz mumkin. Bu hozirda mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa, u ko'tarilib ketaveradi. Mana bunaqa yacheykalar qo'shilib ketaveradi. 4, 5, 6 qavat qilib. Xohlaganingizcha siz qo'shib ketishingiz mumkin 320 tagacha. Buni mana shtekerni ulaymiz bu yerga. Mana o'zida spesialniy joylari bor. Mana ulanadi bu. Tabi ikkita yacheykani bir-biriga ulash uchun maxsus shtekerlar joylashadi. Buni ham xuddi shunday orasidan o'tkazib olamiz. Keyingi qism buni ulanish jarayoni. Oxirgida, so'ngida mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, bu suvni parlantirib beradigan apparatning anoni, datchikni buni bu yerga USB ga ulanadi. Oxirgi etapimiz bu yerda oxirgi hamma narsani miyaga ulanishi. Bu yerda kompyuter orqali hamma narsa boshqariladi. Bu yerda kulerlar turibdi, ikkita kuler, yonida spirallar. Чтобы havoni issiq havo bilan ta'minlab berish, xona haroratini bir xilda ushlash uchun. Boshqa videolarda negativlarga biz birdan javoblarni tayyorlab qo'yganmiz, chunki bitta tuxumda necha foiz palag'da bo'lishi, misol uchun 120 ta qo'ygan bo'lsangiz, shundan nechtasi palag'da bo'lishi yoki boshqa narsalarni biz sizlarga misol uchun sabablarini to'g'rilab qo'yganmiz. Birinchi sababi tuxumlarni palag'da bo'lishiga bu termodatchikni yaxshi ishlamasligi. Termodatchik bizning do'konimizda alohida bor, bizning iqlimda, bizning sharoitimizda ko'p joylarda kam, ko'p joylarda ko'p. O'shaning hisobiga alohida termometr qo'yganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi sababi ko'pchilik suvni vlajnostini, boyagi termodatchikni vlajnost parlantirib beradiganini vlajnostini tekshirib turmaydi. O'shaning hisobiga mana bu yerdagi roliklar, kolbalarda namlik ko'p bo'lgani hisobiga bu rolik aylangani bilan tuxumlar aylanmay qoladi. O'shaning uchun biz sizlarga tavsiyamiz ham ko'p, juda ham ko'p sotganmiz, juda ham ko'p mijozlarimizdan fikrlarni bilganimizda ular bu vaqti bilan qo'lda aylantirib turishlarini, tekshirib turishlarini bizga aytishgan. Agar siz ham termometrni almashtirib tuxumlarni vaqtida siz o'zingiz ko'rib turib, vlajnostini to'g'ri, agar namligi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tuxumlar o'z me'yorida aylanayotgan bo'lsa, o'z holicha aylanaversin. Yo agar unaqa vlajnost ko'payib ketadigan bo'lsa, qo'lda aylantiradigan bo'lsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi va sizga 90% gacha effekt beradi bu apparatimiz. Bu apparatni hozir ishlatib ko'ramiz. Ishlatish juda ham oddiy. Birinchi navbatda tuxumlarni tekis joylashtirib olamiz. Keyin esa harorat, namlik sozlamalarini moslashtiramiz. Havo aylanishi tuxumlar ichida embrionning to'g'ri rivojlanishini ta'minlaydi. Agar harorat yoki namlikda o'zgarish bo'lsa, inkubator ogohlantiruvchi signal beradi. Bu inkubatorimiz asosan kimlar uchun mos keladi? Asosan bu inkubatorni fermerlar, ya'ni imminda mana shu parandachilik bilan shug'ullanadigan tashkilotlar olishadi. Undan tashqari siz uy sharoitida parandachilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizni biznes
faoliyatingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, siz uchun aynan qo'l keladi. Bu apparatimiz juda ham ekonomичный. Bir kunda 4200 so'mdan 6000 so'mgacha bo'lgan elektr energiyasini yoqadi. O'rtacha bitta tuxum ochishini 20-25 kun deb hisoblaydigan bo'lsak, bu degani sizga oyiga bitta qo'ygan partiyangiz 100 ming so'm, 110 ming so'm siz elektr energiyasini rasxod qilasiz. Buni rasxodlaringizga yana nimalar kiradi? Siz bitta tuxumni, jaydori tuxumni 2,5 ming so'mdan sotib oladigan bo'lsangiz, buni 21 kunda bu apparatimiz ochib chiqadi. Bitta jo'jani hozirgi kunda 15 ming so'mdan sotishingiz mumkin. Bu degani siz agar siz 120 ta tuxum qo'yadigan bo'lsangiz, shundan sizga 90% ni ochib beradigan bo'lsa, bu degani 100 ta tuxumni siz bemalol ochishingiz mumkin. 100 tani 15 mingdan ko'paytirsak, o'zingiz hisoblab ko'ring, qancha daromad ko'rasiz. Sizdan kelib bo'ladigan rasxod atiga 110 ming so'm elektr energiya uchun 120 ta tuxumni 2,5 ming so'mdan sotib olasiz va oddiygina suv. Undan tashqari bu apparatimizni siz agar elektr energiyasi o'chib qolsa qanaqa qilib ishlataman deyishingiz mumkin. Bu yerda spesial buni 12 voltga ishlaydigan shunurlari ham bor. Bemalol agar sizda 220 volt o'chib qoladigan bo'lsa, siz uy sharoitida mashina bo'ladigan bo'lsa, mashinaning akkumulyatori bilan yoki do'konimizga tashrif buyurib Gelivi akkumulyatorni olsangiz, Gelivi akkumulyatorlarni ish berish prinsipi ko'proq 90 soatgacha ish beradi. Oddiy mashinaniki 4-5 soatgacha ish berishi mumkin. Agar sizda tok juda ko'p o'chmaydi, menda atiga 1 soat, 2 soat o'chadi desangiz, siz mashinaning akkumulyatorlarini pustkovoy momentli akkumulyatorlarni qo'ysangiz, bu ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu sizning o'zingizni qiziqishingizga qarab, sizning faoliyatingizga qarab, agar siz постоянно faqat shu bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, professional instrumentlardan foydalansangiz, o'zingiz uchun ham, apparat uchun ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar sizga inkubator yoqqan bo'lsa, ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Bizda 12 ta viloyat bo'ylab dastavkamiz mavjud. Shu va shunga o'xshash bizneslar kerak bo'lsa, Romay kompaniyasida 100 dan ortiq biznes loyihalarimiz mavjud. Agar biznes loyihalar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz va yana o'sha ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga ulanishingiz mumkin. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Ko'pchilikka qiziq bo'ladigani bu narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, bizning do'konimizda 3,580 ming so'm bu narsa ilgari sotilgan bo'lsa, hozirda aksiyada 2,500 ming so'mgacha qilib qo'yganmiz. Agar sizda sotib olish fikri tug'ilgan bo'lsa, ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizda xohlagan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Naqd, plastik, klik, причление, muddatli to'lov, bo'lib to'lash usullari bizning do'konimizda mavjud. Agar sizda inkubator bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, pastda описаниеda Telegram именно savollar uchun guruhimiz bor. O'shanga yozishingiz mumkin yoki Telegram saytimizga yoki Instagram kanalimizga obuna bo'lib savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Bu yerda biz sizga albatta tezroq va sifatliroq javob beramiz. Katta va kichik bizneslar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz va biz tayyorlagan video rolik sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq. Kanalga obuna bo'lishni va like bosib qo'yishni unutmang. Bu bizga eng zo'r motivatsiya beradi. Keyingi videolarda nimalarni, qanaqa bizneslarni obzor qilishimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Biz albatta bu videolarni chiqaramiz. Romay biz bilan tez va oson hamda barakali.